Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Sankt-Peterburg hamda Moskva shahrida yurgan hamyurtlarimiz diqqatiga, sizlarga 100% ishonchli, bazasi toza registratsiya, трудовой договор, уведомление xizmatlarini taklif qilamiz. Biz bilan bog'lanish uchun ekrandagi raqamlarga imo, Telegram, WhatsApp orqali murojaat qilishingiz mumkin. Xizmatlar 100% ishonchli hamda tezda tayyorlab beriladi. Diqqat, tezkor xabar. Rossiyada migrantlarni deportatsiya qilish uchun asoslar kengaytirildi. Assalomu alaykum qadrli mehmon. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va obuna tugmalarini bosib qo'ying. Rossiya Davlat Dumasi migratsiya siyosati talablarini kuchaytirishga qaratilgan 2 qonunni 2 va 3 o'qishda qabul qildi. Qonunlardan biriga ko'ra, Rossiyada yoki boshqa davlatda sodir etilgan har qanday jinoyat uchun sudlanganligi bekor qilinmagan yoki olib tashlanmagan chet el fuqarolari endi Rossiya fuqaroligi yashash guvohnomasi yoki vaqtincha yashash ruxsatnomasini ola olmaydi. Bundan tashqari, agar bunday sudlanganlik keyinroq aniqlansa, avval berilgan hujjatlar ham bekor qilinadi. Yangi normalar Rossiyada qochqin maqomini olganlar, shuningdek, siyosiy yoki vaqtinchalik boshpana berilgan chet el fuqarolariga tatbiq etilmaydi. Davlat Dumasi raisi Vyacheslav Volodinning ta'kidlashicha, mamlakatimizga faqat o'z yurtida qonunni buzmagan va Rossiyaga kelgach ham qonunlarga rioya qiladigan odamlar kelishi, yashash guvohnomasi rasmiylashtirishi va fuqarolikka da'vogar bo'lishi kerak. Uning so'zlariga ko'ra, chet el fuqarolari rus tilini bilishi, shuningdek, mamlakatning an'analari, tarixi va madaniyatini hurmat qilishi lozim. Shu bilan birga deputatlar ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi kodeksga o'zgartishlar kiritish haqidagi qonunni ham qabul qildi. Yangi hujjat chet el fuqarolari ma'muriy jarima bilan birga mamlakatdan deportatsiya qilinishi mumkin bo'lgan huquqbuzarliklar ro'yxatini sezilarli darajada kengaytirdi. Endi qoidabuzarlar deportatsiyadan qochish uchun oilaviy ahvoli yoki Rossiyada qancha vaqt yashaganini asos qilib keltira olmaydi. Volodinning aytishicha, yangi qoidalarga muvofiq politsiya xodimlarining qonuniy talablariga bo'ysunmaslik yoki davlat chegarasini kesib o'tish vaqtida chegarachilar bilan mojaro chiqarish ham deportatsiya uchun yetarli asos hisoblanadi. Agar migrant politsiya xodimlarining talablariga bo'ysunmasa yoki chegarada chegarachi bilan tortishuv boshlasa, bu uni mamlakatdan deportatsiya qilish uchun yetarli bo'ladi, dedi Davlat Dumasi raisi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi chet el fuqarolarini ularning turgan joyini nazorat qilish uchun smartfonlar sotib olishga majbur qilishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Rossiya Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Igor Zubov RBK bilan suhbatda aytib o'tdi. Mamlakatga kelayotgan har bir chet el fuqarosi, ayniqsa mehnat migranti yoki uzoq muddatga kelayotgan shaxs ro'yxatdan o'tishda telefon sotib olishi shart bo'ladi. Ushbu smartfonga migrantning shaxsiy elektron profili o'rnatiladi. U politsiya xodimlariga geolokatsiya ma'lumotlarini avtomatik ravishda uzatib turish hisobiga huquqni muhofaza qilish organlari har bir muhojirning qayerda ekanligini bilib turadi. Migrantlar bundan buyon bir aholi punktidan boshqasiga nazoratsiz ko'chib yoki yashash joylarini o'zgartira olmaydi. Bundan tashqari, ushbu mobil ilova orqali migrantlar hujjatlarining amal qilish muddati tugayotgani haqida ogohlantiriladi yoki davlat organlariga kelish zaruriyati haqida xabardor qilinadi. 2025-yil sentyabrdan Moskva va Podmoskvada Amina nomli mobil ilovani sinovdan o'tkazish boshlangan. Bu ilova huquqni muhofaza qiluvchilarga shaxsning turgan joyini kuzatish imkonini beradi. Uni Rossiyaga vizasiz keladigan barcha voyaga yetgan migrantlar o'rnatishlari shart. 2025-yil dekabrda 139 mingdan ortiq kishi Amina ilovasida ularning geolokatsiya ma'lumotlari bo'lmaganligi sababli migratsiya hisobidan chiqarildi. Avvalroq Rossiyada noqonuniy migrantlar uchun nazorat qilinadigan shaxslar reyestri ham ishga tushgan edi. 2025-yil sentyabrga kelib ushbu ro'yxat qariyb 770 ming kishini tashkil etdi. Ushbu reyestrdagi chet el fuqarolariga turar joy va avtomobillar sotib olish, kreditlar olish, nikohni ro'yxatdan o'tkazish va bolalarni maktabga rasmiylashtirish taqiqlanadi. Rossiya Federatsiyasi prezidenti migratsiya xizmatlari uchun davlat bojlarini oshiruvchi qonunni imzoladi. Yangi tariflar 2026-yil 27-iyuldan boshlab topshirilgan barcha arizalar uchun amal qila boshlaydi. Endi yashash uchun ruxsatnoma rasmiylashtirish uchun 30 ming rubl to'lash kerak. Vaqtincha yashash uchun ruxsatnoma qiymati 15 ming rublni tashkil etadi.
Fuqarolikka qabul qilish yoki undan chiqish uchun har bir kishi uchun 50 ming rubldan to'lashga to'g'ri keladi. Ko'p martalik vizani rasmiylashtirish 6 ming rublga tushadi. Kirish taklifnomasini berish esa 8 ming rubl turadi. Muhojirlarni jalb qilishga ruxsatnoma olish uchun ish beruvchi har bir chet ellik uchun 15 ming rubl to'lash kerak bo'ladi. Ishlash uchun ruxsatnomaning o'zi 5 ming rubl turadi. Shuningdek, ikkita yangi boj joriy etilmoqda. VNJ yashash uchun ruxsatnomani almashtirish 6 ming rubl. RVP vaqtincha yashash uchun ruxsatnoma dublikatini berish esa 5 ming rubl bo'ladi. To'lov rekvizitlarini IIV saytidan, bank terminallaridan, mobil ilovalardan yoki migratsiya bo'linmalarining ma'lumot kioskalaridan topish mumkin. To'langan bojni ortiqcha to'lov sodir bo'lgan taqdirda xizmat uchun murojaat qilish fikridan qaytsangiz yoki arizangiz ko'rib chiqilmasdan qaytarilgan bo'lsa, 3 yil ichida qaytarib olishingiz mumkin. Biroq agar sizga mazmunan, rasman rad javobi berilgan bo'lsa, boj to'lovi qaytarilmaydi. Pulni qaytarish uchun migratsiya masalalari bo'yicha bo'linmaga ariza topshirish va unga kvitansiyaning asl nusxasini ilova qilish kerak. Shundan so'ng mablag' 1 oy ichida qaytariladi. So'nggi kunlarda Rossiyaning ba'zi hududlarida dronlar hujumi oqibati turli yong'inlar kuzatilmoqda. Jumladan kecha Wildberries omborida yuzaga kelgan yong'in videolari keng tarqaldi. Moskva hamda Tambov viloyatidagi omborlarga hujum oqibatida 8 kishi qurbon bo'lgani, 50 dan ziyod odam jarohatlangani xabar qilindi. Shu munosabat bilan Migratsiya agentligi yong'in oqibatida jabrlangan yoki jarohat olgan o'zbekistonliklarni zudlik bilan Migratsiya agentligining Rossiya Federatsiyasidagi vakolatxonasiga murojaat qilishlarini so'radi. Shuningdek, matbuot xizmati hozirga qadar jabrlanganlar orasida o'zbekistonliklar qayd etilmagani va hech kim yordam so'rab murojaat qilmaganini tahririyatimizga ma'lum qildi. Politsiya hamda FSB xodimlari Sankt-Peterburg va Leningrad viloyatida keng ko'lamli qo'shma reyd o'tkazdi. Ushbu tekshiruvning asosiy maqsadi migratsiya nazorati va yo'llardagi xavfsizlik bo'ldi. Tekshiruv tadbirlari qurilish maydonchalari, xususiy uylar, bog'dorchilik shirkatlari, shuningdek Pulka va aeroporti yaqinidagi yirik trassalarni qamrab oldi. Reydlar shaharning Moskovskiy tumanida va viloyatning Lomonosov tumanida bo'lib o'tdi. Bu haqda mintaqaviy IIBB matbuot xizmati vakillari xabar bergan. Reydlar davomida huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari 317 dan ortiq kishini tekshirdi. Ulardan 159 nafari boshqa davlatlar fuqarolari bo'lib chiqdi. Politsiya xodimlari 18 nafar migrant Rossiyaga kirish yoki u yerda vaqtincha bo'lish qoidalarini buzganini aniqladi. Yana bir kelgan shaxs mamlakat hududida pasportsiz yashagani uchun ma'muriy javobgarlikka tortildi. Parallel ravishda yo'llarda davlat avtoinspeksiyasi xodimlari 173 ta avtomobilni tekshirib, yo'l harakat qoidalarini turlicha buzganlik uchun 18 ta bayonnoma tuzdi. Ko'pincha haydovchilar yo'l belgilari talablarini buzgan, nosoz mashinalarda yurgan yoki yonida kerakli hujjatlari bo'lmagan. Bir nechta haydovchi alkogol bo'yicha tibbiy tekshiruvdan o'tishdan bosh tortdi. Shu sababli ularning transport vositalari maxsus jarima maydonchasiga evakuatsiya qilindi. Yana bir haydovchi mashinasidan chiqayotgan juda yuqori shovqin darajasi uchun ma'muriy bayonnoma oldi. Leningrad viloyatining Lomonosov tumanida politsiya xodimlari tijorat obyektlarini tekshirdi. Ushbu ro'yxatga metallalom qabul qilish shoxobchasi va shinamontaj ustaxonalari kirdi. Ushbu obyektlarda inspektorlar 38 kishini tekshirdi. Ular orasida 8 nafar chet el fuqarosi bor edi. Tumanning ushbu qismida politsiya xodimlari hech qanday qonunbuzarlik topmagan.